Varikoz kasalligi bu oyoqlarda varikoz tomirlarining kengayib, bo'rtib, tugun bo'lib qolishiga aytiladi. Varikoz kasalligi bu asosan irsiy moyillikki bor kasallik hisoblanib, oyoqlarda ko'p tik turish yoki uzoq vaqt davomida tik o'tirish, shunaqa kasblar bor. Tik o'tirish va tik turib ishlashga majbur qiladigan yoki bo'lmasa uzoq vaqt davomida baland poshnali poyabzallarni kiyishi, homiladorlik paytida bachadonning oyoq tomirlariga bosim ostida bosishi varikoz kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Varikoz kasalligi asosan ayollarda uchraydi. Buni sababi ham asosan homiladorlik va homiladorlik paytidagi gormonal fonining o'zgarishi sabab bo'ladi. Kasallikni o'zi emas, balki uni asoratlari yomon oqibatga olib kelishi mumkin. Asoratlari bular teri rangining o'zgarishi, ya'ni teri rangi qoramtir tusga kirishi yoki qichishish hisobiga terida uzoq vaqt davomida bitmaydigan yaralarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birgalikda vena tomirlarining harakatini, ya'ni bosimini oshishi hisobiga vena tomirlarida tromboflebit kasalligini olib kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Tromboflebit esa bu eng og'ir oqibatlarga, ya'ni o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Varikoz kasalligini alomatlari oyoqlarda og'irlik, oyoqda mayda tomirlarni paydo bo'lishi, o'sha tomirlar kattalashib, bo'rtib, og'riq hissi kuchayishiga olib keladi. Varikoz kasalligini olib keluvchi omillar, ya'ni sizda irsiy moyillik bo'ladigan bo'lsa, elastik chulkalarni taqib yurish tavsiya etiladi. Homiladorlik paytida ayniqsa qon tomir xirurgiga murojaat qilib, rivojlanishi mumkin bo'lgan varikozni oldini olish tavsiya etiladi. Varikoz kasalligiga sababchi bo'ladigan omillar sizda bo'ladigan bo'lsa, shularni oldini olishni maslahat beriladi.